Sharq Turkistonda yaqinqi 2 yilda qo'lga ilingan, tutib turilayotgan va turmalarga qamalganlarning sonida shiddat bilan o'sish ko'rildi. Sharq Turkistonda yaqinqi 2 yilda turli bahonalar bilan turmalarga qamalganlarning sonining 230 mingdan oshganligi bildirildi. Uyg'ur Abdum rayoni deb atalgan Sharq Turkistonda jamoat xavfsizligi va adliya organlarining statistikalari asos qilinib berilgan bir tadqiqotda yaqinqi 2 yilda turli bahonalar bilan jazoga hukm qilinganlarning sonining 230 mingdan ortiq ekanligi, atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga qamalganlar sonining bo'lsa 3 milliondan oshganligi bildirildi. Xitoy Sharq Turkistonda musulmonlarni bostirish va assimilyatsiya qilish uchun lager va turma to'ri qurib chiqqan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon bostirish va turmaga qamash og'irlashmoqda. Avstraliya istixborot organining fevralda parlament bilan 3 siyosiy partiyaga qartilgan to'r hujumining orqasida Xitoyning borligi aniqlanganligi bildirildi. Bu masalani yaqindan ko'zlayotgan 5 manbaning Reuters agentligi bildirishicha, Avstraliya istixboroti qarmog'idagi to'r istixborot tarmog'i mart oyida bu paketga erishgan bo'lsa-mu, lekin Kanbera doiralari Beijing bilan bo'lgan savdo munosabatini xavfga uchratmaslik uchun buni maxfiy tutgan. To'r hujumini Xitoyning ta'tir istixborot, chet el istixboroti va siyosiy bexatarlik mas'ul organi bo'lgan Davlat bexatarligi ministrligining ilib borganligi ilgari surildi. Bosh ministr Morrisonning ishxonasi Avstraliyaning to'r hujumi va dokladlar haqida Xitoy bilan yepiq suhbat bo'lmaganligi haqida savolga inkos qaytarmadi. To'r istixborot tarmog'i bu haqda inkos qaytarishdan o'zini ep qochdi. Tojikiston askarlarining Qirg'izistondagi ko'zitish munoriga hujum qilganligi, bir qirg'iz askarining o'lib, 6 askarning yaralanganligi bildirildi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatlari axborot markazi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Tojikiston askarlarining Qirg'iziston Batkan rayoniga qarashli Leylak noyasidagi talash-tortishlik rayonidagi Soy va Maqsad ismli ikki ko'zitish munoriga o'q chiqarish sababli bir qirg'iz askar o'lgan, 6 askar yaralangan. Qirg'iziston bosh ministri Abul G'aziyevning chegara va mudofaani kuchaytirish haqida buyruq tushirilganligi bildirildi. Saudiya Arabiston davlat neft shirkati bo'lgan Saudiya Aramco'ga tava zavodlarga qilingan hujumlarni tekshirish uchun xalqaro mutaxassislarni taklif qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Saudiya Aramco shirkatiga odamsiz aeroplan orqali qilingan hujum haqida to'xtalib, Eron Saudiya Arabistonga qilingan hujum bilan aloqasi yo'qligini aytmoqda. Qani ko'rimiz dedi. Yana bir tarafdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning bu hujumining orqasida Eron bor degan aytishlarining mas'uliyatsizlik ekanligini bildirdi va har qaysi taraflarni o'zini tutib chaqirdi. Shuning bilan birga Rossiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili Saudiya Arabiston neft shirkatiga qilingan hujumning mas'ullari haqida ziddiyatli bayonotlarning borligini va natijaga erishish uchun oldirmaslik kerakligini aytdi. Rossiya tarafdan tadqiq qilib yasalgan S-500 havo mudofaa sistemasining 2020-yildan e'tiboran turkumlab ishlab chiqarishga boshlanganligi e'lon qilindi. RBK televiziyasida so'z qilgan Rossiya amaldori S-400 ning zapchastlarini Turkiyada ishlab chiqarishning mumkin ekanligini aytdi. Hozir qo'llanayotgan S-400 ning o'rnini olish uchun tadqiq qilib yasalgan S-500 havo mudofaa sistemasi oz deganda 25 yil davlat mudofaa ehtiyojini qondira oladi. Rossiya Federatsiya havo armiyasi 2020 yilning 2-yarmida ishlab chiqarishni planlagan S-500 uchun 2017 yildan buyon Tver shahriga joylashgan havo mudofaa akademiyasida xodim tarbiyalamoqda. S-500 ning eng chong musofasi 600 km va egizligi 40 km bo'lgan ballistik boshqariladigan bomba va bo'shliqdagi nishonlarga qarshi tura oladiganligi mo'ljallanmoqda.